Assalomu alaykum ota. Aha. Ha yangi kuyov. Quloqlar ham chuchvara quloq bo'lib qopti-yu. Ha. Kuyov bola. Xo'p, xotiningni sinaydigan payt keldi. Xo'sh ota. Xotiningni urasan. Xo'p, uraman. Xotining agar ursang uyga qarab qochsa, senga vafodor bo'ladi. Xo'p. Ko'chaga, ya'ni onasinikiga qochsa, bu senga vafodor bo'lmaydi. Uncha hozir nima qilishim kerak ota? Hozir borib urishing kerak. Qayerga qochishini bilishing kerak. Bor, xotiningni ur. Bor. Xo'p. Ota. Urdingmi? Urdim. Malasi, erkak o'g'lim. Ey, o'g'lim, ko'chada onasinikiga qochmadimi? Yo'q. Unda seni xotining senga vafodor ekan. Uyga ham bormadi. Uyga ham kirmadimi? Yo'q. Unda nima qildi? Bruzki qivordi. Nima?